Men Qashqadaryo viloyati Koson tumani 20-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Rahmonova Dilara bo'laman. Bog'chamiz 1969-yil qurilgan bo'lib, juda ham 75 o'ringa mo'ljallangan edi, lekin juda ham eski edi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan 2024-yil dekabr oyida bizga har tomonlama mos, chiroyli, zamonaviy 150 o'rinli bog'cha qurib bitirib topshirildi. Shundan beri bizning bog'chamizda hozir 205 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Bog'chamizda 33 nafar ishchi xodim faoliyat yuritayotgan bo'lib, ulardan 8 nafar pedagoglar, hammasi oliy ma'lumotli. Bog'chamizda rus tili, ingliz tili, logoped guruhlari faoliyat yuritib bormoqda. Mana 2025-yil kuz-qish mavsumi bo'yicha bizda tayyorgarlik ishlari amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan isitish tizimlari tekshirib ko'rildi. Qishga 20 tonna ko'mir yetishtirib berildi. Ular hammasi yaxshi holatda saqlanmoqda va yana tayyorgarlik ishlari yana davom ettirib kelinmoqda. 2021-yil mana shu tashkilotga rahbar bo'lib kelgan bo'lsam, men faoliyat ko'rsatib borayotgan tashkilotim juda ham ahil jamoa. Shuning uchun prezidentimiz tashabbuslari bilan menga mustaqilligimizning 30 yilligi ko'krak nishoni, 2024-yil xalq ta'limi a'lochisi berildi. Men bundan juda ham xursandman. Yana kelgusida juda ham ko'p ishlarni amalga oshirmoqchiman. Mana shu jajji farzandlarimizni yaxshi, munosib ta'lim olib ulg'ayishlarida o'zimni hissamni qo'ldan kelguncha qo'shmoqchiman.